Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qaynamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Amerika Kengash Palatasida Xitoyga qarshi qonun loyihasi o'tirg'i qo'yildi. Amerika Kengash Palata a'zolari Xitoyning Amerika hukumati Ironga qaratgan jazodan qaytishiga qarshi turish qonun loyihasini o'tirg'i qo'ydi. Amerika ovozining 8 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash Palatasi Tashqi ishlar komitetidagi Cumhuriyetçiler Partiyasining oliy amaldori Jim Rich va Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash Palata a'zosi Marco Rubio 7 noyabr Ironning terrorlik harakatini oxirlashtirish qonun loyihasini o'tirg'i qo'ygan. Qonun loyihasida Xitoyga qarshi strategiya tuzib chiqib, Xitoyning Amerika hukumati Ironga yurgizgan jazolardan o'zini qochirishini to'sishga kafolatlik qilish talab qilingan. Xabarda qayd qilinishicha, bu qonun loyihasi prezidentning Amerikaning Ironga qo'ygan neft mahsulotlarini setishni cheklash jazosiga xiloflik qilgan o'rinlarga jazo yurgizishni qaror qilishni, Xitoyning Ironning neft mahsulotlarini atkaz qilishdagi bevosita yoki vositalik rolini baholashni, Irondan neft mahsulotlarini atkaz qiluvchilarga jazo yurgizishni talab qiladi ekan. Shuning bilan birga bu qonun loyihasi prezidentning Iron Islom inqilobi qo'g'dinish atritining bu masaladagi roli Irondan kelgan neft mahsulotlari atkazchiligining dunyo energiya bozoriga ko'rsatadigan ta'sirini baholashni talab qiladi ekan. Bu qonun loyihasida yana neft atkazchiligi bilan shug'ullanadigan o'rinlarni aniqlash, Ironning neft mahsulotlari atkazchiligining oldini olish, dengiz okean rayonlarini nazorat qilish, zarur tepilganda Amerikaning jazosiga xiloflik qilgan shirkatlarning mol-mulklarini tutib qilib bartaraf qilish tafsiliy planini tuzib chiqish talab qilingan. Rossiya yana bir xalqaro jinoiy ishlar sudchisiga tutish buyrug'i chiqardi. Rossiya hukumati xalqaro jinoiy ishlar sudining yana bir sudchisiga tutish buyrug'i chiqardi. Tayvan xalqaro radiosining xabar qilishicha, Rossiya 8 noyabr xalqaro jinoiy ishlar sudining bir sudchisini tutishga tegishli kishilar tizimligiga qo'shganligini e'lon qilgan bo'lib, mazkur xalqaro jinoiy ishlar sudchisi ilgari Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainaga tajovuz qilganligi sababli qo'lga olishni talab qilgan edi. Rossiya Ichki ishlar ministrligining bir uqtirishida xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Kosta-Rikalik sudchisi Sergio Gerard Ugaldo Godinez tilga elingan bo'lib, uningga jinoiy ishlar tekshirish bo'yicha tutish buyrug'i chiqarilgan. Ammo uqtirishda Godinezning ayblanishiga oid tafsilotlar berilmagan. Bildirilishicha, xalqaro jinoiy ishlar sudi bu yil mart oyida Putinni Ukrainalik bolalarni Rossiyaga qonunsiz yo'tkash va urush jinoyati bilan qo'lga olish buyrug'i chiqargan. Rossiya xalqaro jinoiy ishlar sudining a'zosi bo'lmaganligi sababli sudning Putinni tutish buyrug'ining inovatsizligini ilgari surgan. Ammo xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining qo'lga olish buyrug'i Rossiya rahbarlarining chet elga chiqishini cheklaydigan bo'lib, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlar sudning tutish buyrug'ini ijro qila oladi ekan. Shunlashqa Putin bu yil 8 oyda Janubiy Afrikada o'tkazilgan kesak oltin davlatlari boshliqlari yig'iniga qatnashmagan. Shundaqla 9 oyda Hindistonda o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga qatnashmagan edi. Rossiya ilgari xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan o'ch olish uchun xalqaro sudning bosh taftishi Karimxon, sudchi Rosario Salvatore Aytala va sudchi Tomoko Akaniga tutish buyrug'i chiqargan edi. Undan boshqa Rossiya yana bu yil 9 oyda xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining raisi Pyotr Xofmanskni qo'lga olmoqchi bo'lganligini bildirgan edi. Xitoyning Tayvanga hujum qilishini to'sishning bir qancha yo'li o'tirg'i qo'yildi. Xitoyning xalqaro vaziyatdagi qalaymaqonchilik fursatidan foydalanib Tayvanga hujum qilishini to'sishning bir necha turli yo'li o'tirg'i qo'yildi. 8 noyabr Tashqi ishlar to'g'rida Xitoyning Tayvanga hujum qilishini to'sishning to'g'ri yo'li sarlavhalik maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Amerikaning Xitoyga qarata cho'qim atrofliq tahdid silish strategiyasini qo'llanib, Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishi yoki qamal qilishining oldini olishning zarur ekanligi, garchi harbiy iqtidor muhim bo'lsa-mu, ammo cheklashda siyosiy va psixologiyalik qoyil qilish tadbiri bo'lishi kerakligi ta'kidlangan.
Maqolada Amerika Xitoyni Tayvanga hujum qilishdan cheklamoqchi bo'ladigan, cho'qim Tayvanni aniq va qat'iy qo'llaydiganligi haqida signal berishni oldingi o'ringa qo'yishi kerak ekanligi, undan boshqa qudratqullik qiladigan siyosiy manevrdan saqlanib, Tayvanning bexatarligini qo'llaydigan texmo kuchlik xalqaro ittifoq qurib chiqishi kerakligi, Xitoy amaldorlari bilan davomli uchrashish qatorliq tirishchanliklar bilan aloqa yo'llarini saqlab, Xitoyning cho'tni xato so'qishining oldini olishi kerakligi ta'kidlangan. Undan boshqa Amerika hukumatining yana Xitoy rejimining Amerikaning Tayvanga bergan va'dasining ojizligiga bo'lgan gumonini yo'qotishi, Tayvanning mustaqilligini qo'llamaslik va Taybey bilan Beijing o'rtasida tinchlik suhbatini qabul qilish qatorliq hozirgi va'dasini texmi yaxshi e'tirof qilish orqali Xitoyning tajovuzchilik harakatini ostiltish uchun rag'batlantirishi kerakligi, garchi Amerika atalmish bir Xitoy siyosatida davomli ching turishi kerak bo'lsa-mu, ammo u yana Hind Tinch okean rayonidagi yangi taraqqiyotlar jonliq inkos qaytirishi kerakligi talab qilingan va buningdagi maqsadning Xitoyning Tayvanga tajovuz qilishini kechiktirib, Amerikaning Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligidan oladigan manfaatini qo'g'dash ekanligi ko'rsatilgan. Avstraliya bosh ministri Xitoy bilan to'salg'usiz savdoni nishon qilmoqda. Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese Xitoy bosh ministri Li Qiang bilan o'tkazgan uchrashuvda Xitoy bilan erkin va to'salg'usiz savdoni asliga keltirishni chaqiriq qildi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, 7 yildan buyon tunji qatim Xitoyni ziyorat qilgan Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese 6 aprel e'lon qilgan bayonotida Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilaydigan sohalar qatorida klimat o'zgarishi, yemak-ichmak bexatarligi va chegara hal qilgan jinoyatlar masalasini tilga olgan. Anthony Albanese Avstraliyaning muhim ittifoqdoshi bo'lgan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatning kunsiri kuchayayotganligini tilga olib, geostrategik raqobatning dialog va o'zaro tushunish orqali hal qilinishi kerakligini bildirgan. Xitoyning hozirga qadar yo'l qo'ygan rasmiy tamojna beji va g'ayri-rasmiy savdo to'salg'ulari Avstraliya eksportchilariga nisbatan ko'mir, uzum hariqi, kala go'shi, arpa va qisqichbaqa qatorliq mahsulotlarda yiliga 20 milliard Avstraliya dollari, ya'ni 13 milliard dollar ziyon keltirgan edi. Xitoy bilan Avstraliya yaqinqi bir necha oy ichida o'zlarining savdo masalalarini hal qilish uchun tirishayotganligi to'g'risida signallarni bergan edi. Umarchilik Isroiliya hukumati hozir natsistlarning qilg'inini qilyotidi, dedi. Türkiye Adalet ve Taraqqiyot partiyasining muavin raisi shundaqla partiya bayonotchisi Umarchilik axborot e'lon qilish yig'inida Netanyahu hukumatining qirg'inchilik siyosati yurgizayotganligini bildirdi. Umarchilik Isroiliyaning G'azzaga qilgan hujumi haqida to'xtalib, urush to'xtamdi yoki insonparvarlik nuqtasidan to'xtamdi haqida talash-tartish qilinmoqda. Netanyahu hukumati insonparvarlik nuqtasidan to'xtatishga qarshi chiqmoqda. Netanyahu hukumati hozir natsistlarning qilg'inini qilmoqda. Dunyo buni darhol to'xtatishi lozim. Turkiyaning kepilligi uchun tirishchanliklar davomlashmoqda, dedi. Umarchilik partiya markazidagi Adalet va Taraqqiyot partiyasi qaror va ijroiya hay'ati yig'indan keyin o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Netanyahu hukumatining qirg'inchilik siyosati yurgizayotganligini bildirib, natsistlarning qilg'inini hozir Netanyahu hukumati qilyotidi. Netanyahu hukumatining qilganlari natsistlarning qilganlari bilan o'xshash. Dunyo buningga to'xta deyishi lozim. Undaq bo'lmaganda insoniyatning va butkul madaniyatning muvaffaqiyatlari bu Netanyahu hukumatini boshqaradiganlarning qirg'in qilish siyosati tarafidan oyoq osti qilindi va yo'qitiladi, dedi. Umarchilik Prezident Rajab Tayyip Erdo'g'anning qisqa vaqt ichida yangi bir diplomatiya harakati boshlatadiganligini ta'kidlab, hozir Turkiya o'tirg'i qo'ygan urush to'xtatish va kepillik mexanizmini yo'lga qo'yib, ikki davlatlik hal qilish chorasini amalga oshirish uchun barliq tirishchanliklar davomlashmoqda. Buningdan boshqa yana Tashqi ishlar ministrligimiz va istixborot idoramizmi boshqa davlatlar bilan bu masalani davomli muzokara qilishni va yaqindan ko'zib turishni davomlashtirmoqda, dedi. Qirg'iziston bilan Tojikiston chegara ixtilofi suhbatlarida ilgirlash hosil qildi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi dadalashliq chegaraning taxminan 18 kilometrlik bo'ligi to'g'risida kelishim hosil qildi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Qirg'iziston hukumati axborot ishlari ishxonasi bayonot e'lon qilib, chegara belgilash o'maklarining 1 noyabrdan 8 noyabrgacha Tojikistonning Boston shahrida suhbat o'tkazib, chegaraning yana 17,98 kilometrlik bo'ligi to'g'risida kelishim hosil qilib, munosabatlik hujjatlarni imzolaganligini uqtirgan. Qirg'iziston bilan Tojikistonning taxminan 970 kilometr keladigan chegarasining 503 kilometrlik bo'ligi to'g'risida dadalash davom qilayotgan
aytgan bo'lib, chegara bo'yidagi yezilarda yashaydigan aholining to'qinishlarga pat-patli ikki davlat qurolli qismlari aralashib kelyotadi. 2022 yılı 14 sentabr yuz bergan eng oxirgi to'qinishda ikki tarafdan necha 10 kishi hayotidan ayrilgan edi. Sobiq Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin paydo bo'lgan chegara majrosini hal qilish uchun qurilgan xizmat guruhi buningdan ilgari chegaraning talash-tortishli qismining 145 kilometrlik bo'ligi to'g'risida kelishim hosil qilgan edi. Zelenskiy bugun Ukraina va butkul Yevropa tarixida to'g'ri bir qadam tashlandi dedi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Yevropa ittifoqi komitetining Ukraina bilan Yevropa ittifoqi a'zolik suhbatlarini boshlash haqidagi tavsiyasi to'g'risida to'xtaldi. Prezident Zelenskiy ijtimoiy taratqudagi hisobida sin ko'rinishlik bayonot e'lon qilib, Yevropa ittifoqi komitetining Ukraina bilan a'zolik suhbatlarini boshlash to'g'risidagi tavsiyasiga baho berdi. U bayonotida bugun Ukraina va butkul Yevropa tarixida to'g'ri bir qadam tashlandi. Yevropa komiteti Ukraina bilan a'zolik suhbatlarini boshlashni tavsiya qildi. Davlatimiz Yevropa ittifoqidan o'rin olishi kerak. Ukrainaliklar ham Yevropa qimmatlarini qo'g'diganligi hamda urush mazgilidami va'damizda turib, davlat organlarimizni qo'g'diganligimiz uchun buningga loyiq. Biz surur bo'lgan barliq qarorlarni chiqaramiz. Men bizni qo'llagan barliq kishilarga rahmat aytaman dedi. Yevropa ittifoqi komiteti Ukraina va Moldaviya bilan to'liq a'zolik suhbatlarini boshlashni, Gruziyaga kandidat davlat salohiyati berishni tavsiya qildi. 7 davlat guruhi vaqtliq urush to'xtatishni talab qildi. 7 davlat guruhi Isroiliyaning shiddatli hujumlariga duchor bo'layotgan G'azzaga insonparvarlik yordami yetkazib berish uchun to'qinishlarni insonparvarlikni chiqish qilib to'xtatib turishni talab qildi. 7 davlat guruhining 2023 yillik navbatchi raisi Yaponiyaning sohibxonligida chaqirilgan tashqi ishlar ministrlari yig'ini poytaxt Tokioda oxirlashdi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikawa riyosatchilik qilgan yig'inga Amerika, Kanada, Germaniya, Italiya, Angliya va Fransiyaning tashqi ishlar ministrlari qatnashdi. Kamikawa yig'indan keyin bayonot e'lon qilib, 7 davlat guruhining Isroiliyaning shiddatli hujumlariga duchor bo'layotgan G'azzaga insonparvarlik yordami yetkazib berish uchun to'qinishlarni insonparvarlikni chiqish qilib to'xtatib turishni talab qilish masalasida birdaklik hosil qilganligini bildirdi. U 7 davlat guruhining Isroiliyaning qo'rshovi ostidagi G'azzada bosh ko'targan insoniy krizisni hal qilish uchun jiddiy harakat qo'llanish kerakligini birdak ta'kidlaganligini qayd qildi. Kamikawa yana 7 davlat guruhining Falastin islomiy qarshilik ko'rsatish harakati Hamasning 7-oktyabrdagi hujumini ayblaganligini tilga olib, o'zlarining to'qinishda xalqaro insonparvarlik qonuniga amal qilishning muhimligini ta'kidlaydiganliklarini eskartdi. Bayonotda diqqat tortadigan nuqta bo'lsa, mazkur 7 davlat Hamasning hujumini ayblagan bo'lsa-mu, lekin bir oydan ko'proq vaqtdan buyon G'azzani to'xtovsiz bombardimon qilayotgan va 11 mingga yaqinlashgan begunoh xalqning o'lishiga sabab bo'lgan Isroiliyani ayblamaganligi, buni azdab shartsiz urush to'xtatishni talab qila olmasdan Isroiliyadan o'tingan talaffuzda to'qinishlarni insonparvarlikni chiqish qilib to'xtatib turishni talab qilishi diqqat qo'zg'adi va kishilik huquq, dunyo tinchligi, barobarlik shuarlarini tovlab yurgan mazkur davlatlarning qaysi holda ekanligini yana bir qatim aytib berdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.